Murg'ak farzandning xastalikdan azob chekayotganini kuzatish ota-ona uchun eng og'ir sinov. Ayniqsa dilbandining dardiga davo borligini bilsa ham, unga yordam bera olmaslik inson qalbini qattiq iztirobga soladi. Quvonarlisi, muborak Ramazon oyida prezidentimiz tashabbusi bilan ana shunday ehtiyojmand oilalarga alohida g'amxo'rlik ko'rsatilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan 6000 nafar ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan aholining davolanish va jarrohlik amaliyotlari xarajatlari Vaqf xayriya jamoat fondiga ajratilgan mablag'lar hisobidan qoplab berilyapti. Bu esa mehr va ko'makka muhtoj ko'plab yurtdoshlarimiz qalbiga cheksiz quvonch olib kirdi. Ayni kunlarda ushbu ezgu tashabbus doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlarining eng malakali mutaxassislari tomonidan bemorlar bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Jumladan bunday xayrli ishlar Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazida ham quloch yozib, og'ir xastalik bilan kurashayotgan bolalarda murakkab operatsiyalar bajarilyapti. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan ehtiyojmand oilalarga Vaqf fondi orqali bepul operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Jumladan bizning markazda ham Vaqf fondi orqali bir qancha yuqori texnologik amaliyotlar amalga oshirilmoqda. Zafarobodlik Fotima Joniyeva ikkinchi guruh nogironi, biroq hozir unga o'zining emas, farzandlarining dardi azob bermoqda. Zero hayot sinovlari tufayli onaning ikki qizi og'ir xastalikka chalingan. Katta farzandi Sevinch va jajji qizalog'i Soliha 4 muchasi sog'lom dunyoga kelgan bo'lsa-da, opa-singillar baxtsiz hodisa tufayli eshitish qobiliyatini butkul yo'qotgan. Shu bois onaning eng katta umidi dilbandlarning darddan sog'ayib, tengqurlari orasida baxtli hayot kechirishidir. Prezidentimizning tashabbusi yurtimizdagi yuzlab onalar qatori Fotima opaning ham qalbiga yorug'lik olib kirdi. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya markazida zarur tibbiy tekshiruvlardan o'tkazilgan opa-singillar davlatimiz tomonidan qimmatbaho eshitish moslamasi va zarur dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Ushbu e'tibordan onaning quvonchi cheksiz. Buni esa uning ko'zlarida qalqigan sevinch yoshlarida ham ko'rish mumkin. Xursandman shu qizimga o'sha prezidentimizdan deb kelgandan juda xursandman. Quvoshlarim ichimga sig'may, rosa kutdik biz, rosa qaradik. Bunday anavlar ko'rganimiz yo'q edik. Mana keldik, shu kunda biz rosa prezidentimga rahmatlar aytaman. Sistemali qizil yuguruk og'ir autoimmun kasallik. Bunda immun tizimi organizmni himoya qilish o'rniga ichki a'zolarga zarar yetkazadi. Oqibatda buyraklar, bosh miya, o'pka va yurak kabi muhim a'zolar jiddiy shikastlanadi. Ramitanlik 9 yoshli Gullola Rahmatova aynan ushbu og'ir kasallikka chalingan. Ona esa darddan qiynalayotgan qizining sog'lom hayotga qaytishidan sira umid uzgani yo'q. Ayni kunlarda qizaloqqa Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya markazi mutaxassislari tomonidan yuqori texnologiyali biologik terapiya amaliyoti o'tkazish rejalashtirilgan. Zabira kelgan paytimizda juda ham og'ir edi ahvoli. Markazga kelganimizdan so'ng qizimni yaxshi muolajalar qilishdi, dori-darmonlar bilan davolashdi. Juda ham ahvoli yaxshi hozir. Ro'za-i Ramazon oyida bizda shu kam ta'minlangan oilalar uchun bolalarni sog'lom hayotda qaytishi uchun prezidentimiz tomonidan juda ham katta yordam berishdi. Dori-darmoniga, davolanishiga minnatdorman. Kattakon rahmat aytaman. Umuman Ramazon oyida boshlangan ezgu tashabbus yurtimizda inson qadrini ulug'lash, bemor bolajonlarga g'amxo'rlik ko'rsatish hamda ular qalbida baxtli kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlayotgani bilan ahamiyatlidir.